Obunachilar, bugun sizlar bilan futbol 2026 o'yinini tanishtirib o'taman. Bu o'yinda har xil klublar bor. Keyin chempionatlar ham bor har xil. Bunda karyera bosqichi bor. Xohlagan jamoalarning tanishlar hozir menda ikkita komanda bor. Birinchi Al Nassr tanlayman. Mana o'zlaringning jamoalaringga kirasizlar. Hozir menda Ronaldo, Benzema, Mane va Koman bor. Ja, realistik emas-u, yaxshi o'yin lekin. Tavsiya qilaman, transfer ham bor. O'yinchi olsalaring bo'ladi, Mbappe. Ana keyin aytda Messi bor. Ana endi o'yinchi sotsalaring ham bo'ladi, qaysidir jamoaga. Hozir sotib ko'rsataman. Mana buni sotamiz. Eng qimmat oluvchi jamoaga sotib yuborasizlar. Bo'ldi mana, pullaring ko'payadi. Ana endi o'ynab ko'rsatib beraman sizlarga. Birinchi o'rinda chempionatlar ko'rsataman. Mana, birinchi sizlarga Manchester City jamoasini beradi. Mana, chempionatlar, har xil chempionatlar bor. Amerika bor, Portugaliyani tanlaysizlar keyin. Xohlagan jamoalarni tanlaysizlar. Qiz bolalarniki ham bor. Keyin mana trenirovka qilasizlar bu yerda. Chempionlar ligasi ham bor. Mana. Men Manchester City'ni tanladim. Ana endi o'yin. Mana rasmlari. Yaxshi lekin. Husanov ham bor ekan. Husanov Abduqodir. O'ynab ko'rsataman. Mana o'yinga kirdi. Biz boshlaymiz ekan. Mana. Grafikalari ham yaxshi bo'ladi. Har xil fintlar ham qiladi bunda. Yaxshi o'yin ekan. Videolar yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.